muaciratda yaşayotgan barliq Şərqi Türkistonlik qarindoshlar. Şərqi Türkiston sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqrammasını görüşіңlarni qızğın qarşı alamiz. Republic World Tour'ның 26 iyundagi xəbərdə Xitayning Şərqi Türkistondagi Uyg'ur va boshqa Türkiya xalqlariga yurgizayotgan vahşiyligi Advokatlar guruhi Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga dalil isbot topshirgandan keyin inchikilab tekshiriladi. Advokatlar guruhi Xitoyning Sharqi Turkistondagi ortgan vahshiyligi tufaylidan Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining ishkini chekdi. Gruppa haftaning beshida Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga Xitoyning Xo'shni o'lkadagi Uyg'urlarni yig'ib qaytarib o'tishiga doir yangi isbotlarni sundi. Bu ariz sunilgan 2 yildan beri topshirilgan 3-chi qatimliq dalil isbot hisoblanadi. Xitoy atalmış kasbiy tarbiyalash markazlariga Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarini yig'ib olib, zulm, tajovuz va irqiy qirg'inchilik yurgizdi deb ayblanadi. Xitoy buni inkor qiladi. Xitoyning vahshiyatini isbotlaydigan nurg'unlagan dalil isbotlar bor. Advokatlar guruhining Amerika ovoziga bergan bayonotida birinchi qatimliq dalil isbot topshirilgandan keyin Xalqaro sudning bosh taftishi Xitoyning Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining boshqarish tavallikidagi davlat emasligini, dalil isbotning ekslik ekanligini aytganligi. Eng oxirgi dalil isbotlarning Xitoyning Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlatlarga Uyg'urlarni yiqqanligi uchun Xalqaro sudning buni boshqarish huquqiga ega ekanligi. Arizning 2020 yili 6 oyda sunilganligi. Dalil isbotlarning Xitoy hukumatining Xo'shni Tojikiston qatorliq Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlatlarni o'z ichiga olgan chet davlatlardagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarini yig'ish siyosatini yo'lga qo'yganligi va ularni majburiy Xitoyga qaytarganligini ko'rsatib berganligini bayon qildi. Ilgari Londondagi advokatlar va kishilik huquq mutaxassislari guruhi doklad e'lon qilib, Xitoy Kompartiyasini atalmış Şinjandagi atalmış kasbiy ma'rif va tarbiyalash markazlarida irqiy qirg'inchilik, bosqinchilik va qiynash jinoyati bilan ayblagan. Hong Kong erkin axborot agentligimi Uyg'ur sudining isbot anglash yig'inidan keyin irqiy qirg'inchilik yakunini chiqarganligini xabar qilgan. Mutaxassislarning aytishicha, millionlagan gunohsiz Uyg'urlar Xitoy hukumati tomonidan tutqun qilinib, 22 kvadrat metrlik kameraga 50 nafar Uyg'ur va boshqa turk xalqi solinib, vahshiy qiynashlarga duch kelgan deyildi. Xitoyning Zuandan biri bo'lgan ACNS Story 27 iyun kuni Amerikaning majburiy emgakning oldini olish qonunini yo'lsizga chiqarish uchun aytilishda tunganmish. Amaliyotda nimaligini aniq bilgilab bo'lmaydigan Sanjida o'ltiraqlashib qolgan Beijingbi ismli bir dehqonning 520 yerga sho'xlik ko'chatini ko'chirganligi. 0,7 gektar yerda qizdirishga az qolgan 100 tonna sho'xlisining borligi. Atalmış Şinjanning Xitoydagi eng chong sho'xli ishlab chiqarish rayoni ekanligi. Atalmış Şinjanda ishlab chiqarilgan 80% sho'xlining eksport qilinganligi. Beyga o'xshash 300 ming nafardan ortiq Atalmış Şinjanga o'ltiraqlashib qolgan dehqonlarning yuqori sifatli pishiqlab ishlangan sho'xlini dunyo bozoriga xomashyo qilib ta'minlash uchun tirishayotganligini xabar qilgan. Ishlab chiqarish jarayoni va boshqa ahvollarni xabar qilmagan. Xitoyning yana bir zuoni bo'lgan Xitoy kundalik gazetining shu kungi, ya'ni 27 iyundagi xabarda Atalmış Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonlik hukumat bayonotchisi tor axborot e'lon qilish yig'inida Atalmış Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonining Amerikaning Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunini qattiq ayblaydiganligi va uningga qarshi turadiganligi. Atalmış Şinjandagi majburiy emgakning butunlay asrining yolg'onchiligi ekanligi. Bu Amerikaning kishilik huquqni bahona qilib, Xitoyni bostirishining yengilanishi ekanligi. Dunyoning yer sharilishini cho'nqurlashtiradigan o'rtaq jamiyatga aylanganligidan Xitoy va chet el shirkatlarining manfaatining bir-biriga zich munosabatlik bo'lib, bo'linishga bo'lmaydiganligi. Amerika Atalmış Şinjanga munosabatlik barliq shirkatlardan o'zlarining ta'minlash zanjirida majburiy emgakning yo'qligini isbotlashni talab qilganligini. Bu albatta shirkatlarni nurg'un odam kuchi boyligi, material va moliyani foydasiz xizmatga sarf qilishga va ularni kun sari aqlga sig'maydigan yukni yuklashga majburlaydiganligini aytgan. Shuningdek bilan birga o'zicha xalqaro qonun va savdo qoidasiga xiloflik qilgan jazoning dunyo sanoat va ta'minlash zanjirining bexatarligiga og'ir tahdid, odil xalqaro savdo muhitiga og'ir ziyon soladiganligini ogohlantirgan. Inson omili, ishlab chiqarish va savdo axloqini ko'zga ilmagan. Xitoyning xalqaroning ko'zini bo'yash uchun yana qanday shaytoniy planlarni va saxtliklarni o'tirg'a chiqarib, matbuotlarda e'lon qilishi kutilmagan, hayron qolarlik ahvol emas. Biz Xitoyning oxirida mag'lub bo'lganligiga ishonib, davomli taqobil turamiz. Washington pochtasining 23 iyundagi xabarida Bayden Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga yumshoq muomala qilish besimiga duch kelmoqda. Bayden hukumati Xitoydagi irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish irodasining hal qilg'uch siniqiga uchradi.
Bayden o'tgan yili 12 ayda Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuniga imzo qo'ydi. U atalmish Şinjan'da ishlangan majburiy emgakka chetishliq mahsulotlarning import qilinishini cheklaydi. Amerika Tashqi siyosat kengashining xizmatchisi Michael Sobelik bultur atalmish Şinjan'ga munosabatlik barliq ishlar talash-tartish qilinganiga o'xshash qonunni yo'lga qo'yishmi talash-tartish qilinadi. Mexaniklar o'xshamaydi, ammo jang yanada o'xshash. Klimat manfaati kishilik huquq masalasiga zid dedi. Baydenning davlat ishlari mahkamasining klimat vakili Jon Kerrini o'z ichiga olgan bir qism amaldorlari o'tgan yildan boshlab klimat o'zgarish masalasida kishilik huquqda ching turmasligi kerakligini o'ttirg'a qo'ydi. Beijing klimat o'zgarish masalasida hamkorlashishdan ilgari kishilik huquq tanqidlarini bekor qilishni talab qildi. Bu yil iqtisodiy krizisga duch keldi. Bu qurultayning demokratiya kontrolligi o'zining qayta saylanishiga tahdid elib keladi. Bu Aqsaroyning Uyg'ur majburiy emgakiga taqobil turish va'dasini butun kuchi bilan yeniklatishni keltirib chiqaradigan qiladi. Yangi qonunda agar import qiluvchilar ta'minlash zanjirida majburiy emgakning yo'qligini isbotlay olmasa, majburiy emgak bilan bulg'angan deb qaraladi. Amerikadagi bir qism shirkatlar bu talabning bekla og'ir ekanligidan qaqshimoqda, chunki mahsulotlarning suiiste'mol qilinishi bilan munosabati yo'qligini isbotlash mumkin emas. Xitoy atalmish Şinjan zavodlarini mustaqil iqtisodiy taftish qilishga yo'l qo'ymaydi. Agar bu qonun yozilgandek ijro qilinsa, bir necha kasbda qisqa muddatli qalayimqonchilik kelib chiqadi. Bu qonun ma'qullangandan buyon davlat ichki bexatarligi atalmish Şinjanda majburiy emgak qiladigan yoki majburiy emgakka soladigan ishchilarni Xitoyning boshqa joylariga to'shiydigan Xitoy shirkatlarining tizimligini e'lon qildi. Kishilik huquqni o'ylashganda Xitoyning arzon bog'liq emgak kuchini keng ko'lamda ishlatishi Amerika quyosh energiyasi shirkatlarining raqobat kuchiga to'sqinlik qiladi. Davlat ishlari kotibi Antoni Blinken bu hafta yangi qonunni yo'lga qo'yishga, shundaqla ittifoqdoshlar va sheriklarni bu ishga to'plashga va'da berdi. Qurultay hukumatning bu va'dasiga amal qilishini yaqindan kuzatadi. Agar Aqsaroy Xitoyning majburiy emgak orqali ishlab chiqarish kasbining burunqideklar tijoratini davomlashtirish uchun yetarli sharoit bilan ta'minlasa, bütün tirishchanlik ishga yaramaydi. Uyg'ur va boshqa ziyonkashlikka uchrag'uvchilarning istiqboli texmi qorong'ilashadi deyildi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi Twitter hisobidan buningga inkos qaytarib, biz Amerika prezidenti Jo Baydenni Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga taqobil turishdagi saylam va'dasida ching turishga chaqiriq qilamiz dedi. Bir qulning qulluqdan qutilishi oldi bilan uning sharoitidan emas, balki kallasidan boshlanadi. U oldi bilan o'zini hur his qila olishi kerak. Buninglik bilan qolmay, boshqalarga o'zini hur deya olishi kerak. Buning uchun harakat qilishi va u orqali o'zining hurlik g'oyasini namoyon qila olishi kerak. Bu uni sharoitini o'zgartirishga yetaklaydi. Shuningga ko'ra, Uyg'urlarga navbatda tanlanayotgan qulluq qalbini kiymaslikning bir yo'li oldi bilan o'zimizning ro'yida hurligimizni boshqalarga emas, balki o'zimizga bildira olishimiz kerak. Hurlikka arziydigan, qulluqni mangu qabul qilmaydigan va buning uchun badal to'lay oladigan bir millatligimizni har vaqt o'ttirga chiqarishimiz kerak. Unda qila olmasak, qo'rqinchligi Xitoyning bizni dunyoga qul qilib ko'rsatmoqchi bo'lgan obrazni o'zimizning ro'yidagi qulluq orqali texmo destaklab bergan bo'lamiz. Shunga bizning erkinlik uchun hech nimadan ayonmaydigan obrazimizning tiklanishi bizning qul millatlik obrazimizning keng doirada idrokiy muqimlashib qolishning oldini olishdagi muhim yo'ldir. Doktor Mantimin Ala apandining Uyg'ur qatliami nomli kitobidan elindi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganinglar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.